Mana yaxshilab qaranglarchi, o'lganmikan? Xo'p, bo'la. Nafas olyapti, 100% o'lgan. Ish qilib ayyorlik qilmayaptimi? O'lgan. O'lgan. Ketdik endi. Yo'q, bermaydi. Xotinim telefon qilyapti. Ha, xotin. Ha, urishdamanmi? Ya urushda nima qiladi? Urushadi-da, xotin. Nima deganing u? Ya o'ynab yuribmanmi men? O'ynab yuribmanmi? Nima ishonmaysan? Qiziq ekansan. Hozir mana gapirib o'ringlar. Ha, yanga. Ha, gapiring, normalniy gap. Ha, keling, xavotir olmang, yeringiz urishda. Bo'ldimi? Ishondingmi endi? Qaytaman onasini emas, shu urushdan omon qaytsam qaytaman. Bo'ldi, o'ldiraveringlar onasini. Ahmoqsan-da, ahmoq. Shu 5 minut telefonni ko'tarmaganingda o'lgan deb o'ylab biz ketyaptik, ha? Ha? Hozir telefonni ko'tarmasam, xotinim meni o'ldirardi. Xotinni qo'lida o'lgandan ko'ra, nemis qo'lida o'lganim ma'qulmi? Ha, otinglar. Yada otma, mana yerdan ot, nasmert o'lay. Peshanadanmi? Ha, mana ishdan ot. Ay!